Azizlar, soat yarim kecha mana 3:30. Lekin bobo dehqonlarimiz uyqu bilmasdan daraxtlar ekib, daraxtlar parvarishlab, xalqimiz uchun xizmatdalar. Mana men bobo dehqonni ko'rdim. Mana bobo dehqon. Bu kishi hozir o'sha daraxtni to ko'karib, bir bargga kirib, bir o'zim tutib olguncha ushlab turaman o'zim. Kechani kecha, kunduzni kunduz, issig'i issiq, sovuq sovuq demasdan ushlab turaman. To daraxt o'zini eplab ketmaguncha deb mana shu yerda turibdilar. Qoyil. Haqiqiy dehqon shunaqa bo'ladi. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat, mana ko'rdingizmi? Haqiqiy dehqon shunaqa bo'ladi azizlar. Haqiqiy dehqon shunaqa.